Ko'pchilik avokariya archasi bo'yicha menga yozyapti, nima qilay, quriyapti, qotyapti, qanaqa sug'oriy. Qaranglar, mana qaranglar, hozir kichkina archa solib qo'ydim. Kattasi ham xuddi shunaqa sug'oriladi. Yana va yana ko'rsataman. Mana yarmigacha. Haftada 2 marta sug'oryapman, xuddi shunaqa qilib. Har kun ustidan suv sepyapman. Salqin joyda turadi. Ichkarida turibdi. Mana ichkarida mana shu yerda turadi. Tog'oranchida turmaydi, конечно. Deb hovani anetdan yorug'li tepadan svet tushadi. Mana joyi mana shu yerda buni. Mana archa. Shunaqa qilinglar, mabodo пересадка qilingan bo'lsa 1-2 martagacha mana shunaqa qilib 1-2 marta emas, 2-3 martagacha shunaqa tiqib tursanglar, keyin o'rganib oladi. Stresslardan tushib olsa, adaptatsiya bo'lsa, keyin ustidan sekin quyib o'rasizlar o'rganib olganlardan keyin.